Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizi devamlaştırırız. Endiki mavzuumundaq. Çavuşan yadro kuralları meselesi ve Tayvan meselesi birakla hal kılınıdı. Dikkat yeni temiyken vatandaşım. Mavzulu haber 9. ayının 7. gün Benvitor betidi ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Beijing Birleşme Üniversitesi Tayvan Tadqiqat Orni 240 yani Jungo Tayvan Tadqiqat İnstitutu'nun başlığı Jo Sungling 6. günü mundaq ko'rsatdi. Tarix tasodifiy voqealar ichida taraqqiy qiladi. G'arbiy Sharqiy Germaniyaning birlikka kelishi buning eng tipik misolidir. O mundaq hisobladi. Çavuşan yadro kuralları meselesi ve Tayvan meselesi bu iki mesele. İkinci Dünya Uruşu'dan keyin Yalta sistemisten qilib qalgan meselelerdir. Dikkat hürmetli vatandaş. Çavuşan yadro kuralları meselesi ve Tayvan meselesi bu iki mesele. İkinci Dünya Uruşu'dan keyin Yalta sistemisten qilib qalgan meselelerdir. İki mesele bir-biriga münasibetlik mesele. Belki kelgüsüde Çavuşan meselesini hal kılganda Amerika Jungo so'dalishish jarayonida Tayvan meselesi birlikte hal kılınır. Dikkat etiniz. Josun'un 6. günü Wang Bao gazeti muhbirinin ziyaretini kabul kıldı. Tayvan işhanəsinin müdiri Zhang Jijun'un 4. günü 240 almashtırışın 30 yıllığını hatırlaşacağını da sözgen notqının məzmununu təhlil qilib Jo Efendi Zhang Jijun təqlik engini yani bir merkez iki asası nokta devletin birlikte keltiriş, merkez birleşip terakki kılış, Tayvan müstakilliği qarıştırış, iki asaslık nokta dep ko'rsatdi. İki Germaniyanın birlikte kelişi tuyuqsiz yüz berdi. Küçük mavzu. İki qirg'oq yani Jungo Tayvan yüzlenişi birlik kelish yoki kural işletish. Muhokemesi de Josun'un mundaq hisobladi. Birlikte keltirish kompartiyaning burchi. Kural işletish bu bir usul. Bazı kural bilan birlikte keltirish yani alam bilan birlikte keltirishni urush, qalam bilan birlikte keltirishni soddalashish deb qaraydi. Amaliyotda undaq oddiy farqlantirishga bo'lmaydi. Nurg'un tarixiy harakatlar tuyuqsiz omillardan boshlangan. Josun'un mundaq misal keltirdi. İşte Germaniyanın birlik kelişi şu vaqtda muhbirlarni kutib olishligini açqan amaldarının yani Şarkı Germaniya amaldarının qonun ve buyruqda xata tushunib, sayohat qonunni xato aldı şəriyligini ve e'lon qilganligidan yuz berdi. Bundaq tasodiflar Berlin temining o'rlishini keltirib chiqadi. Bu şunu gösterdi ki, Jungo'nun şu vaxtda Berlin'de turuşluq baş elçisi bu iş doğrusunda baha berip, Şarkı Germaniya əməldarları mikrofonunu itib etməgənlikdən axırda iki Germaniya birlikte keltirdiğan netice kelib çıktı degan edi. Demek Jungoluqlarning felsefesi itib etish, taqib olish, tamsil bilish, maxfiy tutish, xabarsiz qaldırış qurallarni. Mana şu felsefe bir adım nima deydi? Mikrofonunu itib etmeganligi uchun Sharqiy Germaniya amaldori Ichki Germaniyani birlik keltirishdan iborat tarixiy hodisa o'tirg'i chiqdi deydi. Küçük mavzu, Yalta sistemisi yoshurun hareketlenmekte. Jo Efendi mundaq hisobladi. Tayvan bilan Jungo'nun birlik kelishdan tuyuqsiz bir ahvol o'tirg'i chiqish bilan yuz berishi mumkin. Mesela o'tgan yil 7. ayda Tayvan qo'yib bergan raketa xato ketib qoldi. Agar Jungo'ning paraxodlariga berib tegadigan bo'lsa, balki Tayvan masalasi hal bo'ladi. Növbette Çavuşan meselesi ciddileşti.
Lekin Şimali Koreya meselesi ve Tayvan meselesi her ikisi urushdan keyin, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yalta sistemasidan qilib qolgan masalalar. Qanday hurmatli vatandoshim, men demisam bunda so'zlaydigan kishilar borki, hozir bu Xitoyning og'ziga chiqyapti, Yalta kelishimi, Yalta sistemasi degan gap. Diqqat vatandoshim. İki mesele bir-biriga munosabatli, ya'ni Chavshan meselesi bilan Tayvan meselesi ikisi bir-biriga munosabatlidir. Shundaqla kelgusida Chavshan yadro meselesini hal qiladigan chaqda Tayvan meselesimi biroqla hal qilinadi. Ya da kelgusi emas, hozir Chavshan meselesini hal qilishga o'tyapti dunyo. Demak, Chavshan meselesi bilan Tayvan meselesi biroqla hal bo'ladi ekan. Jo'sining apandi Uyg'uriston meselesi. Yaltani so'zlayapsizga. Nima ish to'xtalmadingiz Uyg'uriston to'g'risida? Yalta sistemasi davomlashtiramiz. Ikkinchi dunyo urushining oxirgi davrida Amerika, Angliya, Sovetlar Ittifoqi 3 cho'ng davlat rahbarlari maxfiy ochgan yig'in. Bu yig'in belgilagan dunyoning yangi tartibi, manfaat taqsimoti degandek masalalarni bir taraf qilgan yig'in. Lekin ikki Germaniya birlashgandan keyin Yevropaning tartibi qaytadan tashkillandi. Endi hozir Osiyoda Yalta sistemi yo'shiron harakat qilyapti. Demak, bizlik shiyalarimiz nima dedik? Yalta sistemisining Yevropa strategiyasi oxirlashdi. Osiyo strategiyasi qachon oxirlashadi degan edik. Hozir bu apandi nima deydi? Endilikda Osiyo sistemasi, Yaltaning Osiyo sistemasi, Osiyo strategiyasi yo'shiron harakat qilyapti dedi. Bu demak, diqqat qiladigan muhim nuqta ekan, hurmatli vatandoshlar. Masalan, Yaponiya normal davlatga aylanmoqchi bo'lyapti. Hindiston bexatarlik komitetiga a'zo bo'lmoqchi bo'lyapti. Tayvanda Demokratiya taraqqiyot partiyasi Yalta sistemasi buzib tashlashga urinyapti. Diqqat vatandoshlar. Tayvanda Demokratiya taraqqiyot partiyasi hokimiyat beshidagi partiya hozir Yalta sistemasini buzib tashlashga urinyapti. Yalta sistemasi 1945-yil 2-oyda Amerikaning prezidenti Roosevelt, Angliyaning vaziri Churchill, sobiq Sovetlarning boshlig'i Stalin hozirgi Qrim o'lkasining Yalta shahrida ochgan xalqaro yig'inda turg'izilgan sistema Yalta sistemasidir. Dunyoni sotsializm lageri, kapitalizm lageri deb ikki lagerga bo'lgan sistema Yalta sistemasidir. Amerika Sovetlar o'rtasida sovuq munosabatlar urushi shu vaqtdan boshlanib Yevropada, Germaniya, Osiyoda Chavshanni ikkiga bo'lib etib, Yalta sistemasi Yevropada, Germaniya, Osiyoda Chavshanni ikkiga bo'lib etib, Yalta yig'ini bugungi Yaponiyaning shimolidagi 4 orol va Senkaku orollari masalasini urushdan keyin qoldirib qo'ygan masalalardir. Xo'sh, Jo'soning apandi bu yerda Uyg'uriston masalasini eg'izg'anmadan deyman. Va shu vaqtga Gomindan hukumati bilan Yalta sistemasi Sovetlar hukumatining shartnoma imzolatib, diqqat vatandoshlar. Shu vaqtda Yalta sistemasi Yalta yig'ini, ya'ni shu vaqtdagi Gomindan Jungo hukumati bilan Sovetlarning shartnoma imzolatib, Mongoliyaning mustaqil bo'lishiga yo'l qo'ygan sistemadir. Xo'sh, masalaning bir tarafini so'zlabdi bu Hanzu Xitoy apandi, kerak yo'q. Nima bo'lsa, hozirgi kunda siz Yalta sistemasi eg'izga olibsiz. Demak, bizdan boshdan oxir so'zlayotgan so'zlarimizda xato yo'q ekan. Vatandoshim, siz buning ishiningki, biz demak hozir vaziyatga yetishib kelyapmiz degan gap hurmatli vatandoshlar. Oxirida ikki qiz gap qilamiz bu to'g'rida.